kameralar ishlab turibdi. Hop, gap kamera haqida emas, balki mana bu setkalarni ko'rsatmoqchi edim. Ya'ni nimaga ishlatilishi. Mana shu yelimdan qilingan oranjli mana bu setkalar aynan mana shu ishlarga ancha qo'l keladi. Sababi mana bu joyda hech qanaqa to'siq yo'q, lekin mana ustakalar ishlab turishibdi. Lekin ko'z allab, ya'ni hayol ko'rib tushib ketib qolmasligi uchun, ya'ni yorqin rangda bo'lganligi uchun bu narsadan yurmaydi, ya'ni yaqinlashmasdan go'yoki agrajeniya bordek his qilib o'sha yerda ya'ni tushib ketib qolish ehtimoli ancha kamayadi. Xudo xolasa mana bu setkadan agarda kerak bo'ladigan bo'lsa, kimdir qurilish qilyapti turgan bo'lsa, qo'l setkaga murojaat qiling. Yetkazib berish xizmatlarimiz bor. Chiroyli qilib xizmatlarni tayyor qilib berishga harakat qilamiz.